Kamroq baqib, tezroq daromad qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, xudo xolisa bu video aynan sizlar uchun. Sababi aka-ukalar yetuk bo'g'ozda sifatlisini, yaxshilarini, zo'rlarini sizlarga ilindik. Xudo xolisa aka-ukalar hammaga narxi ham, sifati ham birdek yoqadiganlari. Kuni qolganlari. Aka-ukalar bularni pulini shu ikkita molga hisoblab olaverasizlar. Ikkiga shunday ayrisiz, nech puldan chiqsa olaverasiz, xudo xolisa. Sababi aka-ukalar ozgina fursatda molingiz, bitta molingiz ikkita bo'ladigandan, yaxshi sifatli zo'rlaridan. Xo'p, bugungi ozgina-yu sozgina 3 dona sifatli yaxshilardan ko'rsatamiz inshaalloh aka-ukalar. Hammaga narxi, sifati birdek yoqadiganlardan. Manzillarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani, O'rta Shahrixondan Sardor akamiz xudo xolisa mini fermasiga yetib keldik. Inshaalloh aka-ukalar 4 dona molimizni to'liq avzorlarini qilamiz. Kelib ko'raman deganlarga lokatsiyalar bor yoki-da onlayn savdolarni qilib beraveramiz. Aytilgan narxlari, baholari muhim emas, muhimi siz va bizga yoqsa, xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Mana aka, buni atay tashqariga boylatdim, sababi rangi sizlarga to'liqroq ko'rinishi uchun. Inshaalloh aka-ukalar bu sifatni ko'ringlar. Suti yoradiganidan, bolani ham sifatli yaxshi beradiganidan ma'lumotlarni berib o'taveramiz. Xo'p, aka-ukalar, kelasiz, ko'rasiz, ustida savdo qilasiz yoki-da onlayn savdolari bor. Mollarda shu ko'rgan holatinglarda aytilgan razmer, aytilgan baholarida uylarga sog'-salomat yetib boradi. Bunga mana Sardor akam o'zi kafolatlarni beraveradi. Assalomu alaykum. Dastlabki keling. Alaykum assalom. Zuyimsiz, sog'lar yaxshimi? Charchamay. Omuzlarim yaxshimi? Zuymi? Mana omuzlaringizga yaqinlari ham bor ikkita. Ikkita yaqin. Bir hafta avvalda sigir bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ikkitasi 8 oydan. 8 oydan. Pashti hammasi yetuk bo'g'oz desak bo'laveradi ekan. Yetuk bo'laveradi. Ikkitasi kuni yaqinda endi. Ikkitasiga qaraganda. Zo'r. Yosh. Qaysi tomondan? Olasiz, qoradan boshlab bering. Olasiz, bu shveddan boshlaying. Boshqacha olov ko'rinyapti-da aka, mengachi. Hali har doim shvedlar chiqaraverganimizda bu boshqa ko'zimga boshqacha ko'rinib ketyapti, chiroyli ko'rinib ketyapti. Taylari oq, sifati zo'r. Xudo xolasa sut kanallari ochilgan. Nechinchi qoringa edi bu? Ikkinchisiga bu Hasanbek. Sut kanallari ochilib, bolani 6 kurak. 100 talik zo'r beradigan davriga yetib kelgan. 6 kurak. O bokit qarang aka. Zo'r. Uni qarang. Aslanbek. Mana. Har idish soladi qarang. Chandali zo'r. Chandali narsa. Aka xotirjam 15 ta bersa kerak bular, ha? Beradi, xudo xolasa. Egasi berganiga birinchisiga. Yana qanaqa paroda aka? Toshkent qonoqlarmi bu qanaqasidan? Toshkent paroda siz ham bo'laveradi. Lekin o'zimizga rossiyskiga chashishgan bo'lishi mumkin, otasi nima bo'lgani, bu enasi o'zi qo'rg'onlardan bo'lgan. Yoradigan ekan aka. Suti beradigan narsa. Ey gap yo'q. Shularni ochib beraymi? Aha. Kechani aytmading-a, yo aytdingmi? Yo'q, shuni nima qilgan yo'qmas, kechani. 6 kurak. 6 kurak. So'q. Kechani bor. Bir 25 olsin. 25. Plus. Zo'r. Xolasa 23 ga olsin. Aha. Endi aka bu parodalar o'zi yerga yaqinroq tapalar bo'ladi, vesi katta bo'ladi, lekin sut qatiq qaymoqni yoradi. Yoradi, xudo xolasa. Eng qiziq xo'radi. Nima bersa yeydi. O't tanlamaydi. Aka narxini ham endi shunga yarasha yaqinroq qilib aytasiz. Yaqinroq aytib beraman uni, xudo xolasa. Sotish. Yengil qilib sotaylik. Bo'ylardan tushib beraman. Olgan odam baraka topaversin. Dastonbek, uni qarang. Yuvoshligi zo'r. Uni qarang. Poskalari 4 joyda. 4 joyda, to'g'ri ishlaydi. Tomirlari qarang mana. Tomirlari ham bor. Ey gap yo'q. Ha, xudo xolasa bu bir sigir bo'lsin. Kelsa ikkita xo'jalikda o'ynatadi. Ey gap. Necha bir ertalab beraymi? Bo'laveradi aka. Oyoq qo'llarini ko'rsatib beraylik. Mana yurish-turishi, oyoq qo'li qanaqa degan aka. Nasar olib. Mana sizlarga ko'rsatib ma'lumotlarni berib ketaveramiz, xudo xolasa. U boshlarini olib bering. Uni yurish-turishi, oyoq yaqin. Bir hafta abadi turadi, xudo xolasa Dastonbek. Aha. Bir hafta kuni qolgan. Bir hafta uzadi. Tug'adi. Finish bor, bir hafta, bir ikki kun abag'i bo'lishi mumkin. Xo'p, aka narxida necha pulga to'xtadingiz? Narxini Dastonbek yaqin qilib aytib beraymi? 33 million ozgina kam bor. 3 million. 35-36 ham deymadim. Kami xayri bor. Endi bir hafta oshib ketsa 10 kunda bitta molingiz ikkita bo'ladi. Inshaalloh aka-ukalar bundan tushadigan bola ham hech bo'lmasa bir 15 atrofi bo'ladi, to'g'rimi aka? Xudo xolasa.
Endi u bolani bir 2 oylik, 3 oylik qilib 3 oylik bozorga bersa. olsa, normalniy pulga sotadi. Xudo xolasa enasi hech bo'lmaganda bir 10 million so'mga qoladigan. Qoladi 10 million bekarga qoladi-da. Bekarga qoladi kerak bo'lsa. Lekin 10 million bunaqa mol bermaydi bozorda Keyin Dastonbek. bular aka 40 qochadigan sortdan. Mana shunaqa. Sutga ulaydi-da bular. To'g'rimi aka? Xudo xolasa sutni beradi bu molni, yoradi. O'n qarang buni rangini. Qizil olasida. Ikkinchisi bu. Ikkinchisi. Yuvoshligini qarang mana. Nechinchi qoringa dedik buni? Bu ham ikkinchisi. Bu ham ikkinchisiga. Ikkinchi molimiz ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa qarang. Xolasa o'rnidan kelsa, hozir chapidan kelsa Dastonbek. Bular yuvosh. Yuvosh. O'ng 5 yashar bolasi kelib, ushasi ham tepsa ham olmaydiki. Mana aka. Orqa ketlari pachka, sifati zo'r, rangi qoni tozasi. Dastonbek 1.35. 1.35. 1.35 chiqyapti. Olasa 1.30 yoqsin. Kuragini kuzatib beraymi? Bo'laveradi. Ke jonivor. 4 kura. Zo'r. Bitta yeching buni. Sarvar yechib bir yetalab ber. Mana so'skalari ham 4 joy. Ishga. Chandirda qarang. Chandirali soladi idishdi bu ham. Yana soladi. Soladi. Zo'r. Ko'rson pachka, oyoq qo'li uzun, sifati yaxshi. Rangi toza, sifati yaxshi sizdan xudo xolasa. Dastonbek buni 8 oylik. 8 oylik, bir oy mehnat qilgan. Bir oy mehnat 40 kun deylik. Aynaqa To'g'rimi aka? 30 kun 40 kun Bo'ylaring. nimasi bor? 30 kun 40 kun sabr qilsa, xudo xolasa bitta mol ikkita bo'ladi. To'g'ri. Xolasa o'rnidan kelsa hozir qarang. Chandirda qarang. Yuvosh. Yuvoshlar ham. To'g'ri narsa bular. Haligi sotib olib turib telefonni o'chirgan mollar emasda, bizda xudo xolasa telefonimiz o'chmaydi ham. 24 soat telefonimiz yonadi. Ishlab turibdi. Oldin mol berganlar ham telefon qilib turadi hozirgacha. Rahmat aytib deng. Ha, rahmat tug'ibdi, namoz o'qib berdi deyapti. Xo'p, bunga Buni narxi Dastonbek 36 million kami bor. 36 million. 36 million kami bor bunda. Kelishamiz Ha, ham. xudo xolasa kelishamiz. Kelishamiz inshaalloh akalar. Kamini qilib beramiz. Kami xayri bor. Kami xayri sizda telefon qilasiz, xudo xolasa aytilgan narxi, bahosi umuman muhim emas. Buni nima deyapti aka? O'sha Bunimiz rangi tozasi. rangi tozasi ham Dastonbek buni ham kuni qoldi. Kuni qoldi buni ham. 15 kunligi bormi? Yo'q, 15 kunga bormaydi. 15 kunga bormaydi. Bu ham bir hafta 10 kun uzog'i. Bir hafta 10 kun. Uni qarang. 10 chapdagi ushaversa. Mana to'rt yerda. Zo'r. 45 millionlik molni tutayib turibdim-da. Chin ochib beringni Sarvar bek. Bo'lsa ikkita bo'lsa yo'q kuragi. Ikkita. 2 kilo. 2 kurak ekan. Bo'yni ushlab beray uni. Bo'ylari deganlarga mana bo'ylarni ko'rsatib ketaveramiz. 125 ta sonda. 125. Zo'r. Bu hali yana o'sadi. O'sadi xudo xolasa. Hech bo'lmaganda bir 15 sm qo'shiladi bunga. Mana shu qilib yetalab beringda dastoningizga. Mana yurish-turishi, oyoq qo'li, sog'lomligi, sifati, Yurishini qarang Dastonbek. qoni hamma yo'g'i tozasida. Boklar ham zo'r mana, orqadan ham bitta ko'rib qo'yinglar. Ey gapi. Hozir foyda qiladigan mol ekan aka bu. Ha. Buni ham puli yengil Dastonbek. Puli yengil. Puli yengil. Hali 35-36 narx bor-ku. Xo'p aka. Yaqini bu deb 35-36 aytmayman-da unga. Birinchi qoringa yaqin. Birinchi qoringa o'ziga qarab Dastonbek 33 kami bor uni ham. 33 million. 33 million kami bor. Kelishadigan joyi bor yana. Kelishon joylari bor. Nega? O'z baylab qo'ying Sarvarga. Aka bu qornidan bolasi tushishiga mo enani o'zi aka 15 millionga qolib qoladi. Qoladi xolos. 15 millionga qoladi. Bu bola jonivorni keyin 3-4 oy boqadigan bo'lsa, ena tekinga qoladi. Bekarga qoladi yana. Yana qonniga tushib qoladigan bo'lsa 40gacha plus xudo xolasa akalar foydadasiz. Foydada chiqadi xudo xolasa. Ziyonda chiqmaydi. Ziyonda chiqmaydi. Ertaga xudo xolasa shvet navoz o'qib bersin Dastonbek. Biz 2 yillik navozsa ham o'zi 2000 dollar bo'lyapti-da, 20 dollarga berishyapti. Yaxshi zo'r tushib qolsa-ding a? Ha. Lekin buni nimaga qo'yganda shvetga. Shvetga.
Uchinchi molimiz bo'lyapti. Bu 4-molimiz. Bu 4-chi. Oqquloq tumshuq shevetni, xudo xolisa. Rasanbek, Zo'lada. mana 125 bu ham. 125. Orqa ketlari, liniyasi, sifati, xudo xolisa so'skalari, tuyoqlari hamma yo'g'i kelgan mol. Bu ham qilt aytmaydi. Birinchi qorina bu ham. Bu ham birinchi qora. Kurayni ochib beringda Sarvarbek. Ko'rinchilarni chiqaribdi bu. Ko'rinchilar chiqibdimi? Oyasiga chizib qo'yganlar buni, Rasanbek. Metr diribning. Yurishtirishi, oyoq qo'li sog'lomligi qanaqa deganlariga xudo xolisa. Ammo salqinda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, xudo xolisa. Quyoshda ham tashqarida ham bir ko'ring, bahosini berib ketaverasiz. Zo'r. Mana sifat. O'zini o'zi maqta ekanda bu, ha? O'zi vaqti shvet xunajlardan bu ya. Ega. Yuvosh. Bir hafta o'n kun yem olishmoqga behijolat. Rasanbek. Bir hafta 10 kun sinash bo'laveradi. Sinash olaveradi. Uyga borganda ham o't yedirib, Aha. nima qilib qabul qilaversin. Xo'p, puliga nechta pul aytamiz buni? Uni puligami? 31 million kam bor. 31 million, xudo xolisa kelishadigan joyi bor. 8 oylik bu. 1 oylik qolgan, ha? 1 oylik qoldi. 1 oy oshib ketsa 40 kun. 40 kun. 40 kunga bormaydi, shu uzoq 1 oy. Endi aka hali aytilgan paytdan ozgina o'tib ketib qolsa, xursand bo'lib qo'yishaverasiz. Xursand bo'laversa. Sababi ekan deb, aka. Hech gap yo'q. Bo'yloning. Bayli. Uni yuvoshligini qarang Rasanbek. Ha, yuvoshligi o'nchab To'g'ri molni ichida bitamtasi oyoq ko'taran molni o'zi yo'q. To'g'ri. Uni qarang. O'z bilasiz, men oyoq ko'taran molni olmayman ham. Ertaga birovni eshigiga borsa, tepib bola chaqasini tepib suzib tursa, unda bo'lmaydi. To'g'ri. Xo'p, aka. Nech pul to'xtadingiz? 31 million. 31 million. Kelishadigan joyi bor. Kelgan joylar bor, xudo xolasa kelishib beraman. O'tkazib beramiz. Yoqqan, qiziqqan, xudo xolasa olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa telefon qilsangiz 1-2 so'mga qaralmaydi. Savdolarni pishiq puxta qilib, aka. Xudo xolasa. Uyga borganda bemalol xohlagan doktoriga, xohlagan biladigan odamiga bemalol tekshirtirib olasizlar, aka-ukalar. Xudo xolasa mollarga 1 hafta 10 kun garantiyalari bor. Ishonarli, yaxshi, sifatli, sog'lom, zo'r joydan olyapsizlar. Xudo xolasa aka-ukalar baraka topadigan. Aka, kamchilik bo'lsa o'zingizga telefon qilishadi. Telefon qilsa bemalol tushuntirib, iloji bo'lsa kelib ko'rsa, ustida yana ham. Yana ham zo'r bo'laradi. Gap yo'q. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar, joninglar sog' bo'lsin.